Diqqat qilamiz, bitta zo'r narsani ko'rsatmoqchiman sizlarga. G'oyadan klientga, ya'ni mijozga sotishgacha bo'lgan hamma jarayonni o'ziga qamrab olgan UXY va No Code kursimni taqdim etmoqchiman sizlarga. Noldan daromadgacha 18 soatlik kurs. Buning ichida nimalar bor desalaring, mana Figma, Tilda, Framer orqali veb-saytni, sotuvchi veb-saytlarni tayyorlashga qaratilgan kurs. Narx qancha desa, mutlaqo bepul. Hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Saytimga joylashtirib qo'yganman. Saytimga qanaqa kirishni ham ko'rsataman hozir. Pastda e'tibor qilamiz, nechta darslik bor? 47 ta darsdan iborat. Sabr bilan yaxshilab o'rganadigan bo'lsa, uzoq bir 10 kun ichida to'liq kursni amaliyotlari bilan o'rganib tugatsak kerak. Sekinroq o'rgansak, uzoq borsa 1 oyda ichida tugatib yuboramiz. Endi qanaqa darslar bor ichida? UX/UI da to'liq o'rganamiz, web dizayn asoslari. Bundan tashqari bu yoqda Tilda Framerga tegishli bo'lgan eng so'nggi trenddagi o'sha no-code dasturlari o'rgatilib ko'rsatiladi. Bundan tashqari o'sha sotuv qilish, klient topish, klientga qanaqa turib taklif berish va umuman sotuv jarayoniga bog'liq bo'lgan hamma bilimlar buni ichida jamlangan. Xudo xolasa oxirida esa bir kishilik kompaniya qurishga bog'liq bo'lgan alohida o'zimni tajribamga asoslangan bilimlarni ham berganman. Xo'p, 18 soatlik mana shu kursimni bemalol saytimga kirib o'rgansalaring bo'ladi. Qanaqa turib kiraman desa, Google'dan Insan Agency deb turib qidiradigan bo'lsak, Insan Agency. Mana birinchida mana shu Insan Agency chiqadi. Bu yoqqa o'tamiz. Kirganimizdan keyin menyudan Akademiya bo'limiga o'tamiz. Bu yoqda ikkita kursim bor. Boshqa kursimni ham o'qisalaring bo'ladi. Bu ham bepul web dizayn kursi. Va yonida mana UX/UI No Code noldan daromadgacha degan kurs. Shunga kiramiz, o'rganamiz, foyda olamiz. Hammaga omad.